Onaning duosi. Tong hali yorishmagan edi. Qishloq jimjit, faqat eski hovlida chiroq yonib turardi. O'sha chiroq ostida bir ona yana erta uyg'ongan, duo qilib o'tirardi. Uning ismi Robiya opa edi. Yoshi 60 dan oshgan, ammo yuragi hanuz yosh. Har tongda bir xil odati bor: tahorat olib 2 rakat namoz o'qib, o'g'li uchun duo qilish. Xudoyim, bolamni o'zing asra, yo'llarini och, boshiga kulfat tushmasin. O'g'li Bekzod shaharda ishlardi. Oxirgi paytlar kam qo'ng'iroq qiladigan bo'lib qolgan. Oldin har kuni gaplashardi, endi esa haftalab darak yo'q. Ona buni sezardi, ammo so'ramasdi. Bilardi, o'g'li ichidan ezilayotgan bo'lsa kerak. Bekzod esa shaharda butunlay yolg'iz edi. Ishdan ayrildi, ijaraga pul yo'q, do'stlari yuz o'girgan. Eng og'iri onasiga aytolmasdi. Onam xavotir olmasin deb yuragini yutardi. Bir kuni kechasi u parkdagi skameykada o'tirib, ko'zlariga yosh oldi. Atrof qorong'u, yuragi esa undan ham qorong'u edi. Shu payt telefoni jiringladi. O'g'lim, bugun seni juda sog'indim. Yuragim bezovta. Yaxshimisan? Bekzod titrab ketdi. Hech kim bilmasdi holatini, lekin ona yuragini sezgan edi. U yig'lab yubordi. Ona, men charchadim, dedi past ovozda. Telefon ortidan sukut keldi. Keyin onaning ovozi eshitildi. Bolam, yig'ilsang ham turasan, chunki sen onangning farzandisan. Men senga ishonaman. Duoyim senga qalqon. O'sha kecha Bekzod birinchi marta chin yurakdan yig'ladi, ammo bu yig'i umidsizlikdan emas, umiddan edi. Oradan bir hafta o'tdi. Bekzodga ish chiqdi. Kichkina bo'lsa ham halol edi. U birinchi maoshini olishi bilan qishloqqa yo'l oldi. Uy eshigini ochganda onasi uni ko'rib yig'lab yubordi. Bolam, seni kutdim. Bekzod onasini quchoqladi. O'sha payt u tushundi. Dunyoda hech bir kuch onaning duosidan kuchli emas ekan. Va shunda u ichida dedi: Onajon, men yiqilsam ham yiqilmayman, chunki siz bor ekansiz. Bekzod onasining bag'rida jim turardi. Yuragi tinchlangan, ko'ngli yengillashgan edi. U uzoq vaqt shunday turdi, go'yo butun dunyo shu quchoqqa jamlangandek. Onasi esa uning yelkasidan asta silab dedi: Bolam, hayotda yiqilish bor, lekin yiqilgandan keyin turish ham bor. Sen turgan ekansan, demak yutgansan. Bekzod ko'z yoshlarini artdi va ilk bor chin dildan kuldi. Ona, dedi, hech qachon taslim bo'lmayman. Siz bor ekansiz, men yo'qolmayman. O'sha kuni ular birga ovqat yeyishdi. U ichida iliqlik, yurakda esa taskin bor edi. Tashqarida quyosh botayotgan bo'lsa ham, ularning hayotida yangi tong boshlanayotgandi. Va Bekzod shu payt tushundi. Onaning duosi eng kuchli himoya. Onasi bor odam hech qachon yolg'iz emas. Shu bilan hikoya yakunlandi, ammo onaning duosi davom etdi.